Assalomu alaykum hurmatli SAT o'rganuvchilari. Bugundan boshlab sizlar bilan yangi kursimizni boshlaymiz. Birinchi mavzumuz expressions, ya'ni ifodalar mavzusini boshlaymiz. Daftar ruchkalaringizni olib, o'rganib, yozib olishlaringizni iltimos qilib qolamiz. Expressions mavzusini o'rganish uchun bizani o'zbek matematikamizda qaysi mavzular kerak? Birinchi, ko'p hadlar ustunda amallar. Ikkinchi, bir o'zgaruvchini ikkinchi o'zgaruvchi orqali ifodalash. Demak, uchinchi, qisqa ko'paytirish formulalari. Shu mavzularni puxta o'rganganimizdan keyin biz bemalol SAT misollarini ishlab boshlaymiz. Ko'p hadlar ustida amallarda ko'p had nima? Ular ustida qanday amallar bajarish mumkin? Hozir shuni o'rganib olamiz. Ko'p had bir nechta bir hadlarning algebroik yig'indisi hisoblanadi. Bir had deganda faqat ko'paytirish yoki bo'lish amali bilan birlashtirilgan ifodaga bir had deb aytamiz. Masalan, 4b yoki 5s yoki 4a taqsim b kabi misollarni yozsak bo'ladi. Ana endi ko'p had degan vaqtimizda mana shu bir hadlarning algebroik yig'indisini, ya'ni qo'shish hamda ayirish amallari bilan birlashtirilgan bir hadlarni tushunamiz. 4a plus 3 yoki 5b minus s plus 6b plus 7 va hokazo. Demak, bular bir had, bularimiz ko'p had hisoblanar ekan. Ko'p hadlar ustunda ikki xil amal bajaramiz. Birinchisi, ko'p hadlarni qo'shish, ayirish, ya'ni ifodani soddalashtirish. Bunga misol aytib yozsak, eng oddiy misoldan boshlaytirgan bo'lsam, mana 4a plus 2a. Ya'ni bularning ikkisi ham o'xshash had bo'lgani uchun, ya'ni ikkisida ham a harfi qatnashgani uchun 4 ta a ga 2 ta a ni qo'shsak, demak bizda hosil bo'ladi 6 ta a. Yoki undan sal murakkablashtirsak, 4a plus 5 plus 3a minus 2. Bu yerda endi biz o'xshash hadlarni topib olamiz. Ya'ni harflari aynan bir xil bo'lgan hadlarimiz o'xshash. Harfsiz ishtirok etgan sonlarimiz ham o'xshash hisoblanadi. Ya'ni biz 4a ga 3a ni qo'shamiz plus 5 dan 2 ni ayiramiz. Har bir sonni oldindagi ishorasi shu sonni o'ziga, shu ifodani o'ziga tegishli bo'ladi. Demak, bizda 7a plus 3 degan yana bitta ko'p had hosil bo'ldi. Ko'p hadlar ustida yana bir amalimiz bu ko'p hadlarni ko'paytirish hisoblanadi. Ya'ni bir hadni ko'p hadga ko'paytirish. Bir hadni ko'p hadga ko'paytirganimizda, ya'ni biz buni odatda qavs ochish deb aytamiz. Shu bir hadimizni, ko'p hadimizni har bir hadiga alohida ko'paytirib chiqamiz. Ya'ni 4a ko'paygan 5a, bu yerda qaysi ishora ishtirok etsa, shu ishorani qo'yamiz. 4a ko'paygan 4. Oldin ko'paytirish amallarini bajarib olamiz. Demak, 20a kvadrat minus 16a kabi. Keyingi masalamizda ko'p hadni ko'p hadga ko'paytirish kerak bo'ladi. Demak, ikkalasi ham ko'p had. 2a plus 4 ko'p hadimizga 5b minus 2 plus s ko'p hadimizni ko'paytirishimiz kerak.
Yani bu yerda bunda birinchi qavsimizda 2 ta xat, ikkinchi qavsimizda 3 ta xat. Demak, mana bu 2 xatni alohidalab olamiz va har birini shu qavsga ko'paytirish amalini bajaramiz. Demak, har ikkisini shu qavsga ko'paytiramiz. Ya'ni 2a ni olamiz, ko'paygan shu qavsimiz 5b minus 2 plus s. Bu yerda mana shu yerdagi ishora qo'yiladi. Amal. Ya'ni qo'shish amali yoki ayirish amali. Qo'shamiz. Yana endi 4 ni olamiz va uni ham xuddi shu qavsga, ya'ni shu qavsga ko'paytiramiz. 5b minus 2 plus s kabi. Ana endi bularni oldingi misolimizda ko'rganimizdek, bu bir hadimizni, ko'p hadimizni har bir hadiga ko'paytirib ochamiz. Ana endi ana shu ikkita ko'p hadimizni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerda o'xshash hadlar yo'qligi uchun bir kattagina qilib qo'shib qo'yaveramiz. E'tibor bergan bo'lsak, bu yerda plus ishorasi bo'lgani uchun 20b dan boshlab e'tibor bergan bo'lsangizlar, oldindagi hech birini oldindagi ishorasi o'zgargani yo'q. Agar shu yerda plus emas, minus ishorasi bo'laturgan bo'lsa, u holda bu yerdagi ishoralarimiz, ya'ni mana shu ikkita ishoramiz qarama-qarshisiga o'zgarib ketgan bo'lardi. Ya'ni minus ishoramiz plusga, plus ishoramiz minusga bo'ladi. O'ylaymanki, o'zbek tilida ko'p hadlarni qo'shish, ayirish hamda ko'p hadlarni ko'paytirish amali bizga yot emas, hamda yana bir marta takrorlab oldik. Endi e'tiborimizni SAT misollariga qaratamiz. Eng oson misolimiz 16-misoldan boshlab ko'rishga harakat qilamiz, e'tibor beramiz. Which expression is equivalent to 60y plus 90y kabi yozilgan. Odatda matematikaga tilni ahamiyati yo'q, lekin shunda ham alohida lug'at daftar tutishlaringizni iltimos qilaman va har bir misolimizda uchragan so'zlarimizni, yangi so'zlarimizni alohida lug'at daftariga yozib boramiz. Demak, bu yerda qaysi so'zlar ishlatilgan? Which, qaysi, expression, ifoda, equivalent, teng, to, ga. Ya'ni javoblardagi qaysi ifoda shu ifodamizga teng kabi yozilgan. Bu yerda demak bizga 60y plus 90y yozilgan. Ya'ni 60y ga 90y ni qo'shsak, necha bo'ladi? 150y. Demak, bu eng oson savollardan biri va yana D javobimiz to'g'ri hisoblanadi. 15-misolimiz ham oson. Bu yer ham e'tibor beratirgan bo'lsak, xuddi shu savol, ya'ni which expression is equivalent to, ya'ni qaysi ifoda mana shu ifodamizga teng degan savolni berib turibdi. Bu yerda demak bir hadni ko'p hadga ko'paytirish, ya'ni shu 15 ni qavsning ichidagi har bir hadimizga ko'paytiramiz. Demak, bu yerda 15x qo'shamiz. 15 ni 10 ga ko'paytirsak 150 hosil bo'ladi. Demak, 15x qo'shamiz 150. Bizada bu javobda yana shunga o'xshagan oson misollarimizdan ko'ra turgan bo'lsak, demak 18-misolga e'tibor qaratamiz. 18-misolimizni ham savoli xuddi shuningdek, ya'ni which expression is equivalent to. Bu yerda birinchi biza qarab olishimiz kerak. Orasi plus.
orasi plus bo'ladigan bo'lsa, u holda bu qavisimizdan hojat yo'q. Ya'ni qavisimizni ichindagi mana bu ishora o'zgarmaydi. Shuning uchun qavisni olib tashlasak ham bo'ladi. Ana endi o'xshash hadlarni qidiramiz. O'xshash hadlar deganda odatda harflariga e'tibor beramiz. Harflari aynan darajalari bilan bir xil bo'lgan hadlarimiz o'xshash hadlar deyiladi. Masalan, bu yerga e'tibor bersak n r kvadrat. Bu yerga e'tibor bersak n kvadrat r. Bular o'xshash emas. Chunki aynan kvadrat belgisi n ustida bo'lsagina bular o'xshash bo'lardi. Demak, bular o'xshash bo'lmaganligi uchun har birini alohida yozib olishimiz kerak. Ya'ni 9n r kvadrat plus 6n kvadrat r. Ana endi keyingi hadlarimizga e'tibor beramiz. Plus 3n kvadrat plus 5n kvadrat. nr. Bu yerda nr aynan o'xshash bo'lganligi sababli hamda ikkalasini ham ishorasi plusdan kelganligi sababli ikkisini bir-biriga qo'shamiz. Ya'ni 3nr ga 5nr ni qo'shsak bizda 8 ta n r hosil bo'ladi va ikkalasini ham ishorasi plus bo'lgani uchun oldi ham plusdan keladi. Ya'ni bizning javobimiz 9n r kvadrat plus 6n kvadrat r plus 8n r. Ya'ni D javobda turibdi. Ko'rib turganingizdek, SAT misollari unchalik qiyin emas, soddadan murakkabga qarab boryapmiz. 29-masalaga qaraymiz. E'tibor berib turgan bo'lsangizlar, biz odatda bir xil shartli misollarni ko'rib turibmiz. Ya'ni which expression is equivalent to kabi savolli misollarni ko'rib turibmiz. Demak, bu ham ko'p haddan bir hadni ayirish amali. Ana bu yerda ikkinchisi bir xat bo'lganligi sababli buni ham qavisini yo'q deb hisoblasak, demak 4x kvadrat plus 6 dan 3x kvadratni ayirishimiz kerak. Bu yerda o'xshash hadlarni topamiz. O'xshash hadlarimiz 4x kvadrat bilan minus 3x kvadrat hisoblanadi. Demak, odatda biz sonlarimizni, ifodalarimizni, bir hadlarimizni olgan vaqtimizda oldindagi ishora bilan birga olamiz ekan. Demak, 4x kvadrat minus 3x kvadrat. 4x kvadratdan 3x kvadratni ayirsak, bitta x kvadrat qoladi. Oldiga bir deb yozishimiz shart emas, 6 qoldi, yoniga yozib qo'yaveramiz. Demak, bunimizning javobi x kvadrat plus 6, ya'ni D javobda. Hozir sal murakkab tipdagi bir misolimizni ko'ramiz. Ko'p had va bir had. Bir hadni ko'p hadga ko'paygan xilasi bo'ladi. Shuni ko'rib o'tamiz. Bu yerda birinchi ko'p hadimizni o'z shaklida yozamiz. Ikkinchi ko'p hadimizni bir hadga ko'paytirib ochamiz. Demak, x kub plus 6x kvadrat minus 8x plus belgisini qo'ydim va 8 ni ko'p hadimizni har bir hadiga ko'paytirib yozaman. Ya'ni 8x kvadrat plus 8 ni 4 ga ko'paytirsam 32. Ana ifodamizni yozib oldim. Endi biz ifodamizdan o'xshash hadlarni qidiramiz. X kub e'tibor beramiz. Boshqa x kubli hadimiz yo'q. Demak, o'z holicha yozamiz. X kvadratli had 6x kvadrat plusdan. Demak, qidiramiz. Plusdan 8x kvadrat. Plus 6x kvadratga plus 8x kvadratni qo'shsak, plusdan 14x kvadrat. Minus 8x bu yerda qidiramiz. Yana boshqa x'li hadimiz yo'q. O'z holicha yozamiz. Demak, bu yerda faqat yozilmagan plusdan 32 qoldi. Buni ham boshqa o'xshashi bo'lmagani uchun o'zini yozib qo'yamiz. Demak, ifodamiz x kub plus 14x kvadrat minus 8x plus 32. Ya'ni bu javobda turibdi ekan. Ana endi shu bilan birinchi mavzumizni, birinchi bo'limini yakunlaymiz. Sizga kun davomida shunga o'xshagan testlarni tashab boramiz hamda vazifalarni tashiymiz. Demak, siz shularni
alohida daftar tutib, vazifalarini yechib, rasm qilib, menga ya'ni guruhimizga yoki meni o'zimni lichkamga yuborishingiz mumkin. Vazifalarni tekshirib, xato va kamchiliklaringizni tezroq yuborishga harakat qilaman.